Salom do'stlar, sizlar bilan Mr. Gramblet. Bugun men sizlarga faqatgina o'yin haqida emas, balki foydali mashg'ulot haqida gapirib bermoqchiman. Bu Terraria. U telefonda ham, kompyuterda ham bor. Steam platformasida esa eng yuqori baholangan o'yin hisoblanadi. U taxminan $6 turadi. Ko'pchilik uchun o'yin deganda vaqtni bekorga sarflash tushunchasi keladi. Lekin Terraria bundan butunlay boshqacha. Bu o'yin ko'proq o'qituvchi, mashq qildiruvchi va fikrlashni rivojlantiruvchi platforma deyish mumkin. Nima uchun? U sizga strategik fikrlash, sabrlilik, ijodkorlik va tahliliy fikrlashni o'rgatadi. Terrariada siz doim tanlov qarshisidasiz. Qaysi qurolni yasash kerak, qaysi zirhni tanlash kerak, qaysi resursni qayerdan topish mumkin. Har bir qaror sizning keyingi bosqichdagi imkoniyatlaringizni belgilaydi. Bu esa sizni oldindan o'ylashga, strategiya tuzishga o'rgatadi. Bu o'yinda hech narsa bir zumda qo'lga kiritilmaydi. Kuchli qurol yoki zirh yasash uchun soatlab resurs yig'ish, tajriba orttirish, xatolardan saboq olish kerak. Bu esa sabrni oshiradi va mehnatning natijasi qadrli ekanligini ko'rsatadi. Terraria nafaqat jang qilish, balki qurilish va yaratuvchanlik haqida hamdir. Siz oddiy uy qurishingiz mumkin, lekin istasangiz butun shahar, minoralar yoki san'at asariga o'xshash inshootlar qurishingiz mumkin. Bu ijodiy tafakkurni rivojlantiradi. Bosslarga qarshi jang qilayotganingizda siz xatolaringizni tahlil qilasiz. Qaysi qurol yaxshi ishladi, qaysi taktika muvaffaqiyatsiz bo'ldi. Bu esa nafaqat o'yinda, balki hayotda ham muhim ko'nikma. Vaziyatni baholab, to'g'ri qaror qabul qilish. Men Terrariani ilk bor bundan oldin 10 yil oldin boshlaganman. Oradan vaqt o'tdi. Lekin qaytib kelganimda yana tushundim. Bu o'yin vaqtni behuda ketkazmaydi, balki ko'plab foydali narsalarni o'rgatadi. Va bu kanalda men sizlar bilan o'zimning tajribam bilan bo'lishmoqchiman. Men professional o'yinchi emasman. Bu videoni ko'rayotganlarning ko'pchiligi mendan ancha tajribaliroq bo'lishi mumkin. Lekin YouTube platformasida o'zbek tilida Terraria haqida hech narsa yo'q. Men shunchaki oddiy o'zimning tajribam bilan bo'lishmoqchiman. Men bu o'yindagi asosiy maqsadlarni bilaman, ya'ni u ikkita: Lunar Lord bossni o'ldirish va Zenit nomli qilichni yasash. Bu juda mashaqqatli sarguzashtdir. Agar kanalni qo'llab-quvvatlasangiz, keyingi video tez orada chiqadi. Faqatgina izohda qoldiring. Videolar kalta, ya'ni har bir bosqich haqida bo'lsinmi yoki uzun va bir nechta bosqichlarni ichiga olsinmi? Shuni kommentariyada yozib qoldirishingizni so'rayman. Sizlar bilan Mr. Gramblet bo'ldi. Hammaga kattakon rahmat.